Mana tafakkur qilsak, tepamizdan yog'ayotgan yomg'ir qaysi osmonda qanaqa yo'mkisda turibdi, birodarlar. Kim buni bu holatda tepamizdan yog'dirayotgan? Vadakanalmi? Qayer, kim turibdi buni tepasida? Dona qilib, badanga yoqadigan qilib, ruhiz quvvat oladigan qilib, dili yayraydigan qilib, mayda qilib yog'dirib qo'ydi. Bu bizni rizqimiz. Mana shu narsa, shu osmondan yog'ayotgan narsa mana shu. Mana bu olma, qo'l mevalar hammasi mana shu. Biz rizqni yerdan izladik, lekin rizqimizni osmondan ekanligini bildik deydi. Mana bu bizlarning rizqimiz. Buni kim qilyapti? Xoliqi olam qilyapti. Robbil izza qilyapti.